safga keldim, Sevinch. Ha, mana keldi. O'tirishini qaraylik. Eri ham shunaqa kutib oladimi? Voy, assalomu alaykum Shahboz aka, yaxshi keldingizmi? Sizni kutib uxlab qolibman. Siz uchun shirinlik pishirgandim. Yeb oling. Mana oling. Na pishirgan narsangdan maza bor, na gap so'zingdan maza bor. Odam uyga kelib bir maza qilmaydi. Unaqa demang dadasi. Bola bilan baribir oson emas. Ha aytgancha, menga pul bering. Bibisoraga bitta ikkita narsani olish kerak edi. Sen uyda faqat o'tirib pul so'rashni bilasan. Odamlarning xotini bor-ku, uyini ham eplaydi, bolasini ham eplaydi, kerak bo'lsa ishlab pul ham topadi. Tushundingmi? Unda men ham ish topaman-da, men ham ishlayman. Ye, tushunmadim. Sen menga hozir gap qaytaryapsanmi? Ha? Shu paytda nima yurmayapti bu? Qotib qoldimi? Kimdir yordam berarmikin? Kech qolganimda shu kamidi menga. Bechora bola. Issig'i juda ham bola. Bugun kam pul ishladim. Barcha ishlagan pulim kasha bilan taglikka ketdi. Doriga esa pulim yo'q. Bo'ldi qizim hozir. Qalisiz kuryerlar malikasi. Mazza qilib ishlab keldingizmi? Namuncha baqirasiz, sekinroq gapiring, bolam isitmasi bor, zo'rg'a uxlatyapman. Shamollaydi-da, kun bo'yi ko'chada olib yurganingdan keyin dori ber. Pulim tugagan. Biror kimdan qarz olamanmi, ko'ramiz. Qarz olarmish. O'zi uyingda teppa-tekinga yashayotgan bo'lsang, kim senga qarz beradi? Menga qara. Yosh, chiroyli, go'zal qiz bo'lsang. Men senga oson pul topish yo'lini aytganimda o'zing kirmading. Mana pul. Xohlaganingcha ishlab. Faqat bitta shartim bor.